Tokio Xalqaro universitetini bakalavriatini o'qishini bitirib, Logistical degan kompaniyaga asos solganman. Yaponiyada ishlashni o'ziga yarasha qiyinchiliklari va yaxshi taraflari bor. Avvalambor yaponlar bilan ishlashda shuni sezdimki, yaponlar har doim o'z vaqtida keladigan xalq, o'z va'dalariga vafodor xalq, o'ziga yarasha qiyinchiliklari ham bor. Avvalambor chet ellik bo'lib Yaponiyada o'z biznesini boshlash bu juda qiyin, chunki biznes partnyorlar va boshqa odamlar sizga sal ishonchsizlik bilan avvalambor qaraydi. Yangi ochilgan bizneslarga ko'p banklar umuman masalan bankskiy shot ochib berishi juda qiyin bo'ladi. Avvalambor shuni aytish kerakki, Yaponiyaga kelmoqchi bo'lgan odamlar tushunish kerakki, Yaponiya bu yaponlar xalqi va bu yerda ingliz tili, rus tili va boshqa chet tillari deyarli ishlatilmaydi. Hattoki international bo'lgan kompaniyalar ham asosan yapon tilida ish yuritiladi. Yapon xalqining mentaliteti va qanday usulda ish yuritishini avvalambor tushungan holatda Yaponiyaga ishlashni boshlash kerak. Sabrli bo'lib, yapon xalqini biznes yuritish, ishlash madaniyatini ham hurmat qilgan holatda shuni ham har doim inobatga olish kerak deb o'ylayman.